Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi orzu uy loyihasini ko'rib chiqamiz. Qulay, chiroyli va zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan bir qavatli uy dizayni. Ko'rib turganingizdek, uyimizning fasadi juda yorqin va o'ziga xos uslubda ishlangan. Qizg'ichgar ranglar bilan uyg'unlashtirilgan sariq fon uyga iliqlik bag'ishlaydi. Markaziy kirish qismi esa uyga alohida jiddiyat va hashamat qo'shib turibdi. Tom qismi keng yon bagirlarga ega bo'lib, yog'ingarchilik paytida suv yaxshi oqishi ta'minlangan. Old tomdagi uchburchak dizayn esa uyga zamonaviy ko'rinish beradi. Barcha asosiy derazalar keng va yorug'likni yaxshi o'tkazadi. Ko'p tusli derazalar esa fasad bilan ajoyib kontrast hosil qilgan. Pastki qismi mustahkam material bilan qoplangan bo'lib, uy poydevori himoyasini kuchaytiradi. Kirish qismida qulay zinapoya va ikki qanotli eshik joylashgan. Bu esa mehmonlarni iliq kutib olish uchun juda mos dizayn. Endi umumiy uzunligi 15,6 metrga eni 8-20 santimetrli bo'lgan loyihamizning ichki rejasini batafsil ko'rib chiqamiz. Endi birgalikda uy ichkarisiga sayohat qilamiz. Uyga kirish eshigi 2 metr kenglikda bo'lib, ichkariga kirganimizda bizni 4 metr uzunlikdagi koridor kutib oladi. Koridor markazda joylashgan bo'lib, uydagi barcha xonalarga qulay chiqish yo'li sifatida xizmat qiladi. Koridorning chap pastki qismida bolalar xonasi joylashgan. Xona o'lchami 5 metrga 3,5 metr. Deraza kengligi 1,2 metr bo'lib, xona ichiga yetarlicha yorug'lik kirishini ta'minlaydi. Bu xona bolalar uchun juda qulay va shinam qilib loyihalashtirilgan. Bolalar xonasining yuqorisida kattalar xonasi joylashgan. Bu xonaning o'lchami ham 5 metrga 3,5 metr. Derazasi 1,2 metr, havo almashinuvi va tabiiy yorug'lik juda yaxshi o'ylab chiqilgan. Uyning markaziy qismida dush xonasi joylashgan. O'lchami 2 metrga 2 metr. Juda ixcham, lekin kundalik foydalanish uchun juda qulay rejalashtirilgan. O'ng yuqori qismda joylashgan uyimizning eng katta xonalaridan biri, mehmonxona. O'lchami 7 metrga 3,5 metr. Keng va yorug' xona bo'lib, oila yig'ilishi va mehmon kutish uchun juda qulay muhit yaratilgan. Derazasi 1,2 metr. Koridorning o'ng pastki tomonida oshxona joylashgan. Uning o'lchami 5 metrga 3,5 metr. Deraza kengligi bu yerda ham 1,2 metr. Oshxona oilaviy ovqatlar tayyorlash uchun juda qulay va yorug' joy. Ichki devorlar o'rtacha qalinlikda loyihalangan. Old tomonida 5 metrlik portik, ayvon qismi mavjud bo'lib, uyga zamonaviy ko'rinish beradi. Xullas, bu uy loyihasi o'zida juda qulay reja, keng xonalar va to'g'ri joylashuvni jamlagan. Yosh oila uchun juda qulay, ixcham va zamonaviy loyiha hisoblanadi. Agar sizga ushbu uy loyihasi yoqqan bo'lsa, videoga albatta like bosing. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Muslimbek Shaymardonov keyingi videolarda ko'rishguncha.